Başladık. Assalomu alaykum. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugundan boshlab Alisher Navoiy qalamiga mansub bo'lgan g'azallarning sharhi bilan birgalashamiz. Bu sharhlar men o'ylaymanki, Navoiyni muhiblariga, Navoiyga intilayotganlar uchun o'ziga xos bir yordam bo'lishi mumkin. Har holda biz shunga umid qilamiz. Bugungi mashg'ulotimizda Navoiyni mashhur g'azallaridan bittasi o'sha ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim sanga degan misra bilan boshlanadi. Tahlilini to'g'ridan to'g'ri shu baytni o'qish bilan boshlaymiz. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim sanga, ne baloliq kun edikin oshno bo'ldim sanga. Ko'rinib turibdiki, bu yerda oshiqning o'sha yorga munosabati, aniqrog'i bir shikoyati o'z aksini topgan va bunda o'zining qalbidan kechayotgan o'sha kechinmalarni xuddi bir zorlanganday, taassufga tushganday, afsuslanayotganday bir ohang ham seziladi. Aslida bu nima deymiz? Ohangni tagidagi ohang deb o'shani pushaymonlik emas, o'sha intilishni so'ngsiz darajasidagi natijasizlikdan zorlanish deb aytish mumkin bo'ladi. Bu yerda ma'shuqa qanchalik o'zini olib qochsa, oshiq shunchalik unga intilayotganini aks etgan. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda birinchi marta o'sha ko'rilgan kunga berilgan baho bor. O'sha ne baloliq degan so'z o'sha kunning ta'rifi bo'lib kelyapti. Go'yoki bir yomon kun sifatida. Aslida bu nima deymiz? O'zini alamiga chidamasdan turib aytilayotgan ohang sifatida qabul qilinishi mumkin. Agar shunday bo'lmaganda edi, o'sha keyingi misra oshno bo'ldim sanga deb yakunlanmas edi. Demak, u oshnolikdan emas, o'sha birinchi natijasizlikdan ozurda bo'layotgan qalb egasi sifatida tasavvur qilish to'g'riroq bo'ladi. Har necha dedimki, kun kundin uzay sendin ko'ngil, vahki kun kundin batarrak mubtalo bo'ldim sanga. Ishq va oshiqlik oson savdo emas. Bu yo'lga kirish mumkin, lekin qaytishning iloji yo'q. Bu yerdagi asosiy ta'kid ana shu haqda. Hatto o'z-o'ziga aytayotgan bir holatda bo'ldi, endi bu yo'ldan qaytaman deb, natija 2 barobar, 10 barobar, 100 barobar teskari tomonga ketyapti. Vahki kun kundin batarrak mubtalo bo'ldim sanga. Endi yor bilan muloqot davom etyapti. G'oyibona tarzda. Men qachon dedim, vafo qilg'il menga, zulm aylading. Sen qachon deding, fido bo'lg'il menga, bo'ldim sanga. Agar e'tibor berilgan bo'lsa, shu g'azalni boshidan oxirigacha davom etayotgan bir ziddiyat bor. Bu ziddiyat men va senning o'rtasida. Mana bu yerda ham hozir aytilayotgani, men sendan qachonki bir marta iltimos qilgan bo'lsam, menga vafo qilgin deb. Buni muqobilida sen menga faqat zulm aylading, meni qiynading, meni iztiroblarimni oshiryapsan. Vaholanki sen qachon bir marta bo'lsa ham fido bo'lgin deganingda, men o'sha paytning o'zidayoq fido bo'lib turibman-ku va bundan keyin ham shunga tayyorman. Bu yerda oshiqning
o'z ishqidagi qat'iyati, sobitligi, matonati, hatto mardligi deb aytishimiz mumkin. Oshkora ko'rinib turibdi. Lekin yor o'sha mumtoz adabiyotdagi asosiy ma'shuqaga xos bo'lgan barcha xislatlarga ega. Aniqrog'i, u beparvo, zolim va e'tiborsiz. Qay pari paykarga dersan, telba bo'lding bu sifat. Ey pari paykar, ne qilsang qil, sano bo'ldim sana. Qaysi bir pari paykarga shu gap aytiladigan bo'lsa, u meni telbalikda ayblayotgan bo'lsa, men tag'in hozirgi holatim bilan ham yana qayta aytamanki, menga nima qilsang qil, hammasiga tayyor bo'ldim. Men sen uchun hamma narsa telba bo'lish darajasidan o'tib ketsam ham baribir bu yo'ldan qaytmayman degan bir fikr, mulohaza turibdi. Ey ko'ngil, tarki nasihat ayladim, ovora bo'l. 100 balo yetmaski men ham bir balo bo'ldim senga. Oshiq har xil shakllarni, har xil ko'rinishlarni ko'z oldiga keltiryapti. Ayni paytda yorga murojaatni natijasizligi uni yana ham yangi, yana ham balandroq o'sha iztiroblar chekishga majbur qilyapti. Shuning uchun ham endi o'sha murojaat yo'nalishi o'zgaradi. Men bilan sen o'rtasidagi ziddiyat emas, balki menning o'ziga, menga bo'lgan murojaati boshlanadi. Ey ko'ngil, bu tabiiyki mening ko'nglim bu yerda. Shuning uchun ham bu yerda o'ziga o'zi aytyaptiki, sen nasihatni olmaganingdan keyin albatta ovora bo'lasan, qiynalasan. Vaholanki shuncha balolarni yetmaganida senga yana balo keladi. Bu baloni sen o'zingga o'zing orttiryapsan. Mana bu yerda endi men ham bir balo bo'ldim senga deb so'z o'yini bor. Bu so'z o'yinining asosiy mohiyati shundayki, o'sha balo yetmaganini o'rniga men o'zim ham balo bo'ldim, yani ustiga yoki buni boshqa bir ma'nosi, men o'zim ham bir balo bo'lib qoldim. Ya'ni aqlimni yo'qotdim degan ma'no turibdi. Baloni shu lug'aviy ma'nosi o'z va ko'chma ma'noda qo'llanayotganligi shu yerda ifodalangan. Bir balo bo'lmoq iborasining matndagi ma'no doirasi muhokama etilsa, o'ylansa, uni yangi qirralar yana topilishi mumkin. Endi har bitta baytda biz birorta so'zni e'tibordan chetda qoldirmaganimiz ma'qul bo'ladi. Chunki bu g'azallarda har bitta so'z faqat o'z emas, balki ko'proq uni yondosh so'zlar bilan birgalikda keladi va ko'proq hatto ko'chma ma'nolarda ifodasini topadi. Jomijam ichra Xizr suyi nasibamdir mudom, soqiyo to tarkijoh aylab gado bo'ldim sana. Bu yerdagi jomijam o'sha tarixda o'tgan mashhur Jamshidning jomi haqida gap ketyapti. O shunaqangi jomki, o'zida butun olamni ko'rsata oladigan, o'sha olamdagi hodisalardan darak berishni uddasidan chiqadigan bir jom. Boshqacharoq aytadigan bo'lsa, bu orif insonning ko'ngli, o'sha orif inson ko'nglida jamiljon bo'lgan va oshiqni hayratga solayotgan haqiqatlarni aks ettiradigan bir idish. Va endi bu idish bo'sh emas, uning ichida suyuqlik bor va bu suyuqlik ham tasodifiy emas, balki Xizrning suvi. Xizrning suvini endi bilamiz, o'sha qorong'ulikda
qolgan bir holatda buloqdan olingan va tanasidan jon ketayotgan odam ichsa ham uni yana qaytadan tiriltiradigan bir suv, ya'ni obi hayot. Agar ana shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, o'sha soqiyga murojaatda men senga endi mubtalo bo'ldim, gado bo'ldim, menga o'shani bergin deb turgan bir holat. Agar biz buni o'zini tom ma'nosi bilan oladigan bo'lsak, bu yerda butun g'azalni o'zida ham bir qaraganda o'sha bir oshiqni yor oldidagi bir mulzam va mustahar bir holati aks etayotgandek bo'lishiga qaramasdan, aslida bu yerda o'sha haq va haqiqatga intilish, o'shani topish yo'lidagi solikning iztiroblari, kechinmalari, tabiiyki lirik kechinmalari o'zining munosib aksini topgan. Bu yerdagi o'sha may idishi va unga quyilayotgan mayning o'zi o'sha Xizrning suvi, obi hayot. Demak, o'sha orifni ko'nglida solik yo'lga chiqqan paytda intilayotgan maqsadni amalga oshirishga imkon beradigan murshid oldidagi iltijolar, suhbatlar ekanligi ma'lum bo'ladi. Men o'ylaymanki, biz buni agar yana ham jiddiyroq tahlil qila oladigan bo'lsak, unda bu g'azalni ichiga ko'proq kirib, uni yaxshi ko'rib qolish albatta tayin. Biz yakunlovchi baytga kelyapmiz endi. Oxirgi bayt bu endi o'ziga xos hukm va yakunlarini ifodalaydi. G'ussa changiydi navoyi topmadim, ushoq aro to navoiydek asiru benavo bo'ldim sana. Bu yerda g'ussa, chang, navo kabi so'zlarning hammasi ko'chma ma'nolarda qo'llanyapti. Bu e'tibor bergan bo'lsangiz, gap musiqiy ohanglar bilan birgalikda o'sha bir umumiy fonda aks etyapti. G'ussa changi bu ham qayg'u alamlarning changu to'zoni sifatida, ham ayni paytda o'shadagi musiqa asbobi changning chalinishida yuzaga kelayotgan bir qayg'uli ohang haqida ketyapti. Va navo topmaslik esa o'z-o'zidan natija topmaslik va uning ustiga o'sha musiqada navo ohangiga yetib bormaslik yoki ushoq aro degan paytda ham bu o'sha oshiqlar bilan ham bog'liq. Ikkinchisi, bu yerda agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, navo, ushoq degan musiqa nomlari birinchi misrani bezab turganligiga e'tiborimiz qaratilishi mumkin. Va oxirida aytilayotgan to navoiydek asiru benavo bo'ldim sana, ya'ni men o'sha bu navolarga hech erisha olmadim, bu navolardan tashqarida qoldim. Ya'ni maqsad yo'lida hali men oxir o'sha solik yetishi mumkin bo'lgan muddaoga yetmadim, lekin bu yo'lda astoydil ketyapman degan bir ohanglar ko'rinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.